Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun Optum bozorda bozor juda ham chiroyli bo'lyapti. Hamma narsa bor, narxlar eng asosiysi arzonlashib ketdi. Mana ovqat bozorida oldi tarafida dehqon bozor bugun avjida. Hozir narx-navolar bilan sizlarni tanishtiramiz. Opa, pomidorlar qancha bo'lyapti? 6000 so'm. 6000 so'm. Yaqinda 15000 so'mdan sotilgan pomidorlar 6000 so'm bo'libdi. Bodringlarchi? Bodringlar 3000 so'm. 3000 so'm bozor sindirib yuboribsiz-ku вообще. Olmalar qancha bo'lyapti? Olmalar 10 dan? O, zo'r. Ayni hozir murabbo, kompot qiladigan vaqtlarda mevalarimiz ham arzon bo'lib qoldi xalqimiz uchun, albatta xalqimiz dasturxoni to'kis sochin bo'lish uchun opalarimiz doim xizmatda. Shaftollar qancha bo'lyapti? 15000 so'm. Shaftollardan yedim bu kishini. Opamizni juda ham mazali. Arentir yuzlarini ko'rishimni xohlamadilar. Arentir mana kiyim-kechaklar sotilyapti. Ovqat bozoridan chiqqandan keyin mana bu yerda opamiz savdo qilyaptilar. Xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizda olxo'rlar qancha bo'ldi? 8000 so'm. Bog' narxida bo'lib ketibdi-ku вообще. Kelishtirib berasizmi ko'proq olgan odamga? Ha? 2 kilo 15 mingdan qilib berar ekanlar. Juda ham arzon. Bu shaftollarsiz qancha sizni? 15000 so'm. Zo'r, katta ekan, adborni ekan. Bu olmalaringiz-chi, shirin olmami bu? 15000 olmalar. Shirin, janoq olma. Janoq olma, va zo'r. Bu shaftollarchi? Bu shaftollar 15000 dan. 15000 so'm. 15000 charog'i. O, nok shirin. Suvli nok bo'ladi o'shandan, ha bu. Baho. Voy, zo'r. Omadlaringiz bersin, savdolaringiz bersin, xola. Charchamanglar. Bu shaftoli qancha? Bu boshqachami bu? 11000 dan. 11000 so'mdan, lekin bir dona gardi yo'q, ezilgan joy yo'q, sveji shaftoli. Manzil o'sha, mana shu yer topib kelishlaringiz mumkin. Akamizni ko'ramiz, nimalar sotyaptilar. Aka, mana pomidorlar qancha bo'ladi, adborni pomidorlar? Narxini ayting. 8000 so'm. Xo'p, baqlajonlarchi? 5000 so'm. Baqlajonni sevib iste'mol qiluvchilar uchun mana shu lokatsiya juda ham zo'r. 5000 so'mdan sotyaptilar. Bemalol kelishingiz mumkin. Ikra deysizmi, boshqa ovqatga solib pishirib yeyishmi? Xullas, o'zingizlar bilasizlar-ku. Mana hamma narsa bu akamizda. O, mana bu yerda assortiment ko'proq ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Olmalar qanchadan bo'lyapti? 10000 so'mdan? Yo, yuzingizda olganim yo'q. Narxini ayting bo'ldi. 15000 so'mdan olmalar. Shaftolichi, julli shaftoli. 15000 so'm. Hammasi 15000 so'm. Olxo'rchi 10000 so'm. Olxo'rlari qop-qora bo'lib pishgan ekan, juda ham shirin bo'ladi bu. Bu katta olxo'rlar qancha? 12000 so'mdan. Buni kalibrini mana qo'limga ko'rishim mumkin. Kalibr juda ham katta, qop-qora. Mazza shirani olgan olxo'rlar ekanda. Maslahat beramiz, shu yerga kelib bozorlik qilishdi. Hozir bozor avjida, hamma oftobdan pana qilib, soya qilib, salqingina saqlab turibdilar mevalarni. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Anjir shaftolaringiz qancha bo'ldi? 25000 so'm, lekin juda ham katta, sifatli adborni kattasidan ekan. Bu shaftolchi? 20000 so'm. Bu navi nima edi? Boymat. Bu junsiz, buni bitta yuvasiz yeyaverasiz. Juda ham mazali. Olxo'ri qancha bo'ldi bu? 7000 so'm. Opamizda hammadan ham arzon ekan. Bu shaftoliz qancha? 15000 so'm. Bu navi nima? Muyassar degan shaftolimiz 10000 so'm ekan. 15000 so'm, ha? 15000 so'm. 15000 so'mga yaxshi, tarang, chiroyli shaftoli. Buni olib ketgan odam bemalol 10 kungacha shu holatni saqlaydi. Bunga holati ham javob beradi bunga. Tarang turibdi hali. Bozorlaringiz bersin, opa. Assalomu alaykum. Hormanglar. Mayizlar qanchadan bo'ldi? Mayiz 20 ming, narxi 30 ming. Mayiz 20-30 mingdan ekan. Ha, ko'p olgan odamga ko'proq berasiz. Dehqonchilik. Ha, zo'r. Qancha qilib berasiz? Misol shu bir xaltachani olsa. 25 mingdan berib beraman. 25 mingdan. Zo'r. Bu shaftolingiz qancha ekan? 15 ming. 15 ming so'm. Olmachachi? Olmacha. Ha, bu sotilmaydimi? Ha, bu sotilmaydi. Ha, shu turish berib olar ekanlar shaftolini hammasini olgan odamga. Bu shaftolingiz qancha? 15 ming ya. 15 ming so'm. Zo'r, lekin shaftollar chiroyli terilgan, avaylab tagiga bir qator qog'oz, bir qator
shaftoli terilgan, bir-biriga chirigani o'tmasligi va chirimasligi, ezilmasligi uchun. Sizda shaftoli qancha? Assalomu alaykum. 15 ming so'm. Bular ham 15 ming. 15 ha. Ha, hammasi 15 ming so'mdan ekan. Aziz do'stlar, manzil xuddi mana shu yer. Kelishingiz mumkin. Bozor avjida, narxlar pasaygan. Hammalaringizni mana shu yerda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'linglar va kommentariya qoldirishni unutmang. Keyingi bozor qaysi bo'lishini xohlaysiz? Food Citymi yoki Abu Sahiy, O'rikzor, xohlagan bozorlaringizni kommentariyada yozib ketinglar va kanalga obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.